Bodrumda oilaviy 15 kunlik sayohatimiz necha pul bo'ldi deb o'ylaysiz? Biz Toshkent, Abu Dabi, Antalya biletlarimiz oilaviy 5 kishi uchun $1350 bo'ldi. Antalyada birinchi 2 kecha qoldik va u bizga $180 ga aylandi. Antalya shahrida kechki ovqatlanishga bordik va bu bizga yaxshi restoran $80 ga aylandi. Biz Antalyada Bodrumga borish uchun mashina arendaga oldik va bu bizga yoqilg'i bilan kuniga $45 ga aylandi. Bodrumda birinchi 4 xonalik apartment oldik va bizga u $600 bo'ldi. Bodrumda 5 kechaga villa oldik va u bizga 4 kecha uchun $900 ga aylandi. Biz turgan apartment va villada o'zimiz chiroyli nonushta va tushlik qildik. Har kuni mahalliy supermarketlarda bozorlik qilib, umumiy hisobda $400 ketdi. Bu kuniga $50 degani. Lekin Bodrumning haqiqiy hayotini bilish uchun u yerdagi eng qimmat restoranlarga borishni maslahat beramiz. Va bu restoranlar kuniga $50 dan $150 ga to'g'ri keladi. Umumiy hisobda bizning dam olishimiz $3500 ga aylandi. Nima deb o'ylaysiz? Bu arzonmi yoki qimmat?